Yurtdoshlar, Hindistonga kelgan o'zimizni O'zbekistondan ikkita bemorimiz juda zo'r bo'lib ketgan. Mana bu Muhammad Alini boshlaridan epilepsiya oldirib, mana kelganiga 9-mart kuni kelgan bo'lsa, hech qancha kun bo'lgan yo'q, yaxshi bo'lib mana o'ynab yuribdi. Yana bitta bemorimiz Allayor degan kishi, o'sha kishi ham keldi. 3 kun ichida operatsiya bo'lib zo'r bo'ldi. Qo'ldan kelgancha yordam berib yuribman bu kishilarga. Bu kishilar ham qanday bo'ldi kelgandan keyin o'zlaridan ham eshitib ko'raysizlar. Assalomu alaykum. Samandarni kuzatuvchilar, Samandarni biz mana Hindistonga 9-mart kuni keldik. O'sha kelgan kunlarimiz Samandar bilan tanishib qoldik. Bu o'zimiz Jizzax viloyati Baxmal tumanidan ekan. U bizga shu kunga qadar juda ham katta yordam qildi. O'sha operatsiya jarayonlarida ham, umuman bizga nima kerak bo'lsa, biz o'zimizni chekka joydamiz deb uncha his qilmadik, sababi bizga juda ham katta yordam berdi. Oziq-ovqat masalalarida, aptekalarga borishimizda mana shu yigit bizga juda ham katta yordam berdi. Bu yerda bizni o'sha neyroxirurg Xumanshu Champanyeri, meni o'g'limda ham o'sha epileptik xurujlar bo'lib turar edi, o'shani operatsiya qildi. Operatsiyadan keyin umuman bunaqangi holat qayd etilmadi. Doktorlarga ham juda katta rahmat deymiz. Mana Samandar ham endi ilk boshlayotgan ishlariga omadlar tilaymiz. Bu bola ham shu yerda ishlar ekan Hindistonda. Kim murojaat qiladigan bo'lsa, mana shu o'zining Telegram kanaliga, Instagramiga murojaat qilishlaring mumkin. E'tiborlaring uchun rahmat.